Assalomu alaykum azizlarim, qadrbaland qadrdonlarim, hammangizga yaxshi kayfiyat tilab kechki faoliyatimizni Beruniy tumani Marks manzilidan boshladik. Onajonim Ziyoda onamni tabriklab keldik. Eng baxtli ona qilish uchun Ziyoda opamni yaxshi ko'ruvchi, hurmat qiluvchi insonlar nomidan, barcha ovsinlari nomidan, qaynopa qaynsingillar nomidan, qizlari, kuyov bolalari, musofir yurtda yurgan o'g'illari, kelinlari nomidan, aynan qizi Dilnozaxonni, Mohiraxonni, Gulasalni, Yulduzoyni, suyukli kuyov bolalar Dilshodbekni, Azamatni, Abdullani, Rimberganni nomidan, musofir yurtda yurgan o'g'li Qoldibek Sanjarbekni nomidan, suyukli kelinlar Dilnozaxon, Dilfuzaxonlar nomidan va Toshkentda bugun tug'ilgan kunda qatnasha olmayotgan opajonim Qurbonay opam nomidan alohida tabrik va To'lg'anoy opam, Gulchehra opam, Dildora opamlar, ya'ni qaynsingillar nomidan surpriz. Bugun ichkariga kiramiz, onamizni eng baxtli ona qilamiz. Baxtli onlar birgalikda. Tanlov uchun farzandlariga alohida rahmat, onasini quvontirish uchun tabrik loyihalarini chindan Beruniy Gulshanni tanlagan musofir yurtda yurgan ukalarim va barcha qaynsingillarga, qizlariga alohida rahmat. Tanlov uchun ichkariga kiramiz, baxtli onlar birgalikda. Yangi xonadoningiz uchun zamonaviy natnajnoy patologlar izlayapsizmi? Bu xizmat bizda mavjud. Sezdir natnajnoy patologlarimizni tavsiya qilamiz. Kafolatlangan va sifatli natnajnoy patologlarimiz sizga uzoq muddat xizmat qiladi. Biz bilan bog'lanish uchun pastdagi telefon raqamlariga yoki Suhrab kafesi yonidagi ofisimizga tashrif buyurishingiz mumkin. Kasalman demang, bolam kasalman demang, holi yomonman demang, ado bo'laman. Jonu jahonim mening, gulu rayhonim mening, so'lib boryapman demang, tamom bo'laman. Ko'zlarimning nurisiz, siz qalbimning durisiz, olam aro mehrida onalar mashhurisiz. Siz bor hayot boshqacha, bunday yashash boshqacha. Siz duolar qilsangiz omad kular boshqacha. Onam kasalman demang, bolam kasalman demang, holi yomonman demang, ado bo'laman. Jonu jahonim mening, gulu rayhonim mening, so'lib boryapman demang, tamom bo'laman. Assalomu alaykum. Mana shu fayzli xonadonga yig'ilgan aziz insonlar, fayzli insonlar. Bugun Beruniy tumani Beruniy Gulshani tabrik loyihasining ushbu fayzli koshoniga qadam ranjida ilashining asosiy sababchisi ushbu kechamizning ona qirolichasi opajonim Ziyoda opam bo'ladi. Ziyoda opa, assalomu alaykum. Tavallud ayyom, shukrona kun, Allohimga banda, Muhammadga ummat bo'lgan
shaxsiy bayramingiz, tug'ilgan kuningiz muborak bo'lsin. Sizni tabriklayman chin qalbimizdan barcha yaqinlaringiz, sizni yaxshi ko'ruvchi, hurmat qiluvchi insonlar nomidan. Allohim hech qachon kasal bo'lmasin, Ziyoda opamiz degan tilaklarni yo'llab, bugun sizni yaxshi ko'ruvchi, hurmat qiluvchi barcha yaqinlaringiz nomidan, eng avvalo Tursunboy akamiz singillari nomidan, qayn singillar nomidan tabriklar keldik. Aynan tug'ilgan kuningizda qatnasholmayotgan opajonim Qurbonay opam nomidan alohida tabriklayman. Shu o'rinda bugun sizni yaxshi ko'ruvchi, sizdek onasini borligidan boshi ko'kda. Onajoni boringizga shukr. Siz kasal bo'lmang. Siz kasal bo'lsangiz uyimizda fayz qochadi. Bolam, kasalman degan gapni aytmasligingiz uchun, yaxshi kayfiyatda uzoq umr ko'rishingiz uchun biz farzandlaringiz xizmatingizdamiz. Jonimiz, umrimiz fido. Uzoq umr ko'ring. Ham otamiz, ham onamizsiz. Siz baxtli yashasangiz, biz baxtlimiz degan tilaklarni yo'llagan hozir musofir yurtda yurgan o'g'illaringiz Qoldibekni, Sanjarbekni nomidan tabriklar keldik. Sevimli qizlaringiz Dilnozaxon, Mohiraxon, Gulasal, Yulduz va barcha kuyov bolalar nomidan, shu o'rinda sizni hurmat qiluvchi osillar nomidan. Onajon, siz uzoqdasiz. Har kuni qalbim, o'yim, fikrim siz bilan. Siz yo'qsiz, yoqalarim kir, ovqatim sovigan, qadringiz o'tyapti. Yaxshi ko'raman sizni, boringizga shukr. Otamni ko'rmagan umrini Allohim sizga qo'shib bersin. Bolam, men kasalman degan gapingizni eshitmaslik uchun harakat qilamiz. Jonimizni, umrimizni fido qilib, yaxshi kayfiyatda uzoq umr ko'rishingiz uchun biz xizmatingizdamiz deya Qoldibek bilan Sanjarbek va kelinlaringiz Dilnozaxon, Dilfizaxonlar sizga o'z tilaklarini yo'llab, bergan mehr muhabbatingiz uchun, fido qilgan umringiz uchun sizga rahmat deya Ziyoda opa sizning nomingizga maxsus xarid qilingan eng yaxshi tilla do'kondan, Barno tillalaridan siz uchun tilla ziraklar kloni bilan Siz faqat o'ynab bering to'yimda. Onajon o'ynang bugun to'yimda. Qoldibekni, Sanjarbekni nomidan Ko'rish o'yinda. Dasta gultiray, hammasini sizga. Ay, yashang sevgilar. O'ynab bering to'yimda. Dasta gultiray, hammasini sizga beray. Siz faqat so'zlaringiz ora. Ziyoda opa, siz bundan ham yaxshilariga loyiqsiz. Joningizni, umringizni fido qildingiz farzandlaringiz uchun. Hayotning eng totli paytida Tursunboy akam sizni foniylarga tashlab ketdi. Ana endi shu qilgan tarbiyalaringizni, chekkan zahmatlaringizni rohatini ko'rish nasib qilsin. Yaxshi insonsizki, bugun sizni tug'ilgan kuningiz uchun eng avvalo qayn singillaringizdan qo'ng'iroq bo'lib, bir yaxshi kelinoyimiz bor. Quvontirish uchun nima qilsak bo'ladi deya sizga men bilan maslahatlashgan holda shular chiroyli sovg'alar tanladilar. Va bu sovg'alarni yaxshi kunlarga taqish sizga nasib qilsin. Barcha qayn singillaringiz nomidan sizni qayta tabriklab qo'yaman. Bu tillalar sizning nomingizga maxsus xarid qilingan. Qoldibek o'g'lingizni, Sanjarbek o'g'illaringiz nomidan qayta tabriklayman va qizlaringiz, o'g'illaringiz nomidan siz uchun atalgan chiroyli she'rim. Ona, kasal bo'lmang. Ona tobingiz qochmasin. Siz bir kun kasal bo'lsangiz, uyimizda fayz qochadi. Jonimiz, umrimiz fido. Sizning xizmatingizni qilish bizga nasib qilsin deya eng yaxshi tilaklar qayta aytiladigan mana shu chiroyli dil izhorlar nomidan siz uchun. Marhamat, chiroyli she'r o'g'il qizlaringiz nomidan. Boshimda tillolar to'rimasin mayli. Atrofim do'stlariga to'lamasin mayli. Ko'zlarim bir umr kulmasin mayli. Bir o'tinch ila kuyadi bu jon. Kasal bo'lmang onajon. Jonim onajon. Tabibingiz bo'lay, dardingiz olay. Allohga yolvorib shifolar so'ray. Siz menga havosiz umringiz tilay.
Qalbimda yig'laydi mushtipar bir jon. Kasal bo'lmang onajon, jonim onajon. Tunda bedor bo'lib allaladingiz. Yig'lasam dardimni teng yupatdingiz. Qizim, o'g'lim, farishtam deb erkalardingiz. Qalbimda qon yig'lab aytadir bir jon. Kasal bo'lmang onajon, jonim onajon. Onajon kasal bo'lmang. Sizni yaxshi ko'ramiz degan tilaklar farzandlaringiz nomidan yo'llab qo'ydim. Ziyoda opam uchun bir qarsanglar bo'lsin. Ziyoda opa, shu o'rinda sizni barcha qudalaringiz nomidan ham tabriklayman. Aynan Shirin opamning nomidan tabriklayman. Shunday yaxshi qizini tarbiya qilib, menga ishonib topshirgani uchun, meni avlodimni davomchilarini shu qizi dunyoga keltirib, avlodimni ko'paytirgani uchun Ziyodaga alohida rahmat deya Shirin opamning nomidan tilaklar. Shirin opa, quchoqlab xudingizni bir tabriklab qo'yamiz. Allohim nabiralaringizga ham bo'ladigan qudalaringiz mana Shirin opam kabi yaxshi samimiy insonlardan bo'lsin. Eng yaxshi tilakni eshitamiz. Bugungi surprizni tug'ilgan kunni mana shu meni taklif qilgan Gulchira opa telefonda shunday chiroyli gaplar aytdingiz Ziyoda opam haqida. Gapira olasizmi hozir oxirrog'ida? Hozir Tursunboy akamni eslab Gulchira opam ancha kayfiyati tushdi. Chunki siz haqingizda shunday yaxshi tilaklarni aytganki, bir yaxshi onani tabriklab kelayotgandek tayyorlanib kelganman. Qarasam, o'zlarimizni Ziyoda opam ekan. Sizni Shirin opam tug'ilgan kunlarda ko'rganman. Yaxshi, samimiy onasiz, opasiz. Sizni juda ham o'zim ham hurmat qilaman. Umringiz martabangiz ziyoda bo'lsin. Shirin opa, marhamat sizdan eshitamiz. Assalomu alaykum qudachalar, bari sog' salomat keldinglarmi? Mana shu Ziyoda xudoning tug'ilgan kuniga kelgan ekanmiz. Xudoyim inim Tursunboyning joylari jannatdan bo'lsin, oxiratlari obod bo'lsin. Shu meni ham ota ham ona bo'lib shu bolalarni boshchiligida boqib keltirib, hamma vaqt sog' salomat bo'lsin, hech qachon jilg'an kuni bo'lmasin. Mana safarda yurgan bolalar ham sog' salomat bo'lib tashib kelgay, joylarini sog'ay, mashinalar ag'ay Xudoyim. Mana qizlar orqada yaxshi yerlar qudachalar nasib etgay. Mana qizim o'qib o'tirgan ekan, shular o'qishlarini omadlar tilayman Xudoyim. Bepalarni ham sog' salomat tug'ay. Nima deyman, hammangizga mana Dilnoza qizim sog' salomat bo'lg'ay Xudoyim. Bari mehrini ochib kutib oladi, mana inimning singillarim bari sog' salomat bo'lg'ay, mana qudalarim, qizlarimiz bari. Shu ukam yashamagan yoshlarni shu singlimga bergan Xudoyim. Umrim uzoq bo'lsin, kasallar deb yoqma, sog' salomat bo'lg'aysan. Bari ish ko'p, vaqtlarni uylantirishing kerak. Ziyoda opa, tug'ilgan kuningiz qutlug' bo'lsin. Eng yomon qilmish, yaxshi qilmish. Ziyoda, tug'ilgan kunlaringiz qutlug' bo'lsin. Doim shu Tursunboy ko'rmagan, menlardan shu bolalarim bilan ko'rib, hamma vaqtda shu bolalarim oldida sog' salomat yurgaysan Xudoyim. Hammasini shu yaxshi kunlarni ko'rgaysan. Ziyoda opa, tabrik qilmayman, Xudoyim elimizde sağ selamet bulunduğunuz bağlarımızdan bağımızdan alması o işe sevgilerim taşıp etsin. Xudoyim soylu değilsiz. Çiçek bulgan günlerim ben size bekleyeyim. Xudoyim bergen yaşını yaşam elimizde soyuyorum. Sırtları öken hem de ökenlerin atımdan tabrikleyeyim. Zoğlamın Mekke'nin köbalasından nurlu diktim atımdan tabrikleyeyim. Sizi yaxşı göremiz. Şu ballarınızın namıda, kiyolarınızın namıda tebrik ediyorum. Assalamu alaikum. Sevapli kelib o'tirgan hamma og'ayni tug'anlar. Shu kelgan hayotlaringizdan o'tsin. Doim shu shoirasini ishlarining omadini bersin. Doim el ardog'ida Sherzod ukam bilan hamma yaxshi kunlarda xizmat etmak nasib etsin. Hech qachon Xudoyning nazari ters qaramasin, hamma ishlarini olg'a bossin. Kecha ikkinchi olam bu meni. Tug'ishlar olsun. Elimizde sayıyorum. Ekran kurmaya yaşlar Xudoyim sizga qo'shib bergan bo'lsin.
Sırtlayın, ötemler sağ olsun. Oğulda ekelerim, çiçelerim hemmesi sağ selamet yürüsün elimizde. Adam 100 yaşlara çıkan yübüreylensen bundan ziyade it vermek nasip etsin. Şu vakit soyurgaysiz, hiç kaçan keser olmaysız. Sizi yaxşı ko'raman. Boşalt canımga banarim yalnızlığın alanı Yadaki Xudoyim tuğgan kunlarim qutlug' bo'lsin. Yuzga kel yuzdan ham ko'p yoshlagan kel ballalaringning aqsuqlaringning rohatini ko'rib o'tirmoq nasib etsin. Xudoyim sog' yurgacha shularning oldinda mana ukalarimning ballarining oldinda Xudoyim shularning xizmatlari buyurg'ay, shu kelinlaringning aqsuqlaringning hammasini tabriklayman. Soğan konusuna tabriklayman. Şükrana gününüz mübarek olsun. Ballardan, aklıkların vaktine sağ olayız Xudoyim. Bize hem vaktimizde yüzlere gelip Xudoyim şunday konuday açılıp güzel oynab yürgeyiz Xudoyim. Yine bir merte tebriklayman. Sırtları ballarım amosa gelip dolup taşıp Xudoyim niyetlerimiz hemmesi niyetlerine yetkeyin. Doğan gününüz kutlu olsun. Ziyada tuğgan günü kutlu olasın, yaşına yaş qo'shilaversin, bolalarning oldida aman sog' yurgaysan. Hem yaxshi gaplar ko'p aytilsa qo'shilaman. Ziyada tuğan günler kutlu olsun, ömür yaşım uzak olsun. Nasıl ballardan kızıklarını görüp, artık çağlık, yağlık suyup, şuların kızıklarını görüp, yürümek nasip etse, hem de o vakit şunda yaxşı günah gelir. Rahmat, tilaklar ijobat qilsin. Ziyada tuğan günlerin kutlu mübarek olsun. Ömür yaşım uzak olsun. Ballarına her günde hemisi yaşı sağ olun. Oğluma incirme hiç vakit. Oynap buraya bir oğul geçecek. Rahmat, tilaklar ijobat bo'lsin. Ana endi singiljonlarimdan tabrik so'z eshitamiz. Dilnazaxon, Mohiraxon, Gulasal, Yulduzxonlar bugun onamizni yaxshi ko'rishimiz aytib, bergan tarbiya-yu oqislar uchun rahmatlar aytib, musofir yurtda yurgan ukalaringiz nomidan ham tabriklar yo'llab qo'yasizlar. Marhamat. Opatim otamizdan tabriklayman. 100 yoshlarga kiring, baxtimizga sog' salomat yuring. Ukamlarim nomidan ham baxt tilayman. Tug'an kunimiz bilan yuzlarga kiring. Ukamlarim to'lib tashib kelgay. Apa tug'an kunimiz bilan tabriklayman. Umr yoshingiz uzoq bo'lsin. Elimizda sog'lig'i, o'ynab kulib yuragaysiz. Apa tug'an kunimizni tabriklayman. Yosh qolib hech qachon ketar bo'lmaydi. Baxtimizga sog' bo'laysiz. Elimizden söz almak görgeysiz. Moskvadagi alohlardan tabriklayman. Sizni yaxshi ko'ramiz. Rahmat, tilaklar ijobat bo'lsin. Keling, marhamat, tabrik so'z eshitamiz. Onajonimiz, keling. Qadrdon mehribon onajonlarim, barchangizga xush kelibsiz deyman. Mana bugun checham ular ekan, chin qalbimdan tabriklayman. Uzoq umr, dunyoda eng boyliklarning eng yaxshisini shu onajonimizga bag'ishlaymiz. Doimo yuzidan kulgu, labidan tabassum arimasin. Ne niyatlari bo'lsa Allohim o'zi bekamiz ko'z yetkazsin. O'g'il qizlarning qolaversa barcha og'ayn tug'anlarning baxtiga sog' salomat yursin. Nabira kelinlarni olib evara suyishni, bizlardan ham kelin olib aqlar ko'rishni Allohim muyassar etsin. Ne niyatlarimiz bo'lsa Allohim o'zi yana bir bora bekamiz ko'z yetkazsin. Chaling aziz qadrdon do'stlarim, ushbu onamizning kemtik ko'llarini to'ldirish uchun barchangizni sahnamizning to'riga taklif qilaman. Chaling qadrdonlar, ushbu lazgini barcha o'ynasin, kulsin chin ko'ngildan. Onamning mehribon, dadamdan qolgan yodgorimning ko'ngillarini Allohim to'ldirsin. Rahmat, tog'lar. Bugün zor gün, bu gün o'zgacha. Rahmat, To'lg'anoy opa, siz kelib davramizga fayz
kirdi. Hamisha mana shunday fayzli ona bo'lib, suyukli amma bo'lib yurish nasib qilsin. Umringiz uzoq bo'lsin. Siz ham tarbiya qilayotgan farzandlaringiz baxtini, kamolini ko'ring onajonim. Marhamat, endi kelinlardan va kuyovlarimiz Azamat akam. Qani keling Azamat akamdan tabrik so'zi eshitamiz. Shunday qizni tarbiya qilib bergan qaynonasiga eng yaxshi tilaklarni yo'llab, dil so'zlar aytib qo'yasiz. Marhamat. Apa tebrikimiz. Tug'an kunlaringizni. Ahtiqlarimiz arkasını so'rayib o'tiramiz. Men tebriklayman. Xudoyingizga ko'ra. Kasal bo'lma onajon. Jannatdan qaydan. Ey yashang. Azamat aka, qaynonalarni tabriklaganda birinchi marta eshitishim onam deb tabriklagan. Yashang. Shirin opamni tarbiyasida o'g'illariga yaxshi tarbiya bergan. Allohim men tarbiya qilayotgan qizlarimga ham mana shunday yaxshi bir tarbiyali kuyovlar nasib qilsin. Havasim keldi. Haqiqatan. Ana endi kelinlardan tabrik so'zi eshitamiz. Kelin emas, doim qizim der. O'zi qolib meni hamam yer. Tug'ib bergani bizga shundik er. Qaynonamni yaxshi ko'raman der. Qani kelinlar keling. Bir o'njiq ta'zimlar bilan qaynonamizning hurmatini joyiga ham qo'yib qo'yamiz. Bugun o'zgacha, bugun onamning Apa tuğan gününden təbrikləmək. Biz yaşlara kirib, əlimizdə həmişə oynab qızırgaysiz. Misafirdə yürgəşi əkanlarına səcədindən mənə təbrikləmək. Dedən yolunu getdim, həmməsindən təbrikləmək. Rahmat kelinlar, sizlarga tarbiya bergan ota-onangizga ko'p rahmat. Ana endi hamma tabrik so'zlarini Ziyoda opa eshitdingiz. O'g'illaringiz sizni kuzatib turibdi kameramiz ortida. Sizni bugun quvontirishni xohlagan qaynsingillaringiz hammasi yoningizda. Aynan Toshkentda yurgan qaynopangiz hammasi sizni kuzatmoqda. Bir chiroyli rahmatlaringiz bo'lsa aytib qo'yasiz. Kuyovlarga alohida tashakkurlar bildirib qo'yasiz. Marhamat. Hammangizga rahmat. Shuni tashkillattirgan shu bekachilarimiz, bekachman singillarim, mana Gulchira To'lg'anoy, Dildora, Qaynbek opam, Qurbonayga da rahmat. Hammasini kuzatib turgan ayolim. Ağay tuğallarıma, qudalarıma, şu kelinlerime, ballarıma, musafirden yürgen. Xudayım şulardan təni canı sağ olsun, uzaq ömür bilsin. Avsullarıma ədini rahmet həmməsine. Sağ ol, belə avsullarım. Həm maaşında yaşlılara sağ ol. Xudayım soğuçuluq boğay. Şu ballarımın kolu gözü dert görməsin. Sevgilimle bereket versin. Ne derse de Xudaya Allah medatkar olsun. Bir hemme tilekim şular için. Şuların canı sağ olsa ben sağ yüremem. Xudayım hemmeniz sağ yürgeysinler. Hemmenizge rahmet. Hemmeramızga değil. Şimdi kızlarıma, köy ballarıma, Dirşat, Azamat, Rimbayga, Abdullah'a, kızlarıma da hemmesine katta rahmetçiler teşkilleştirgen için Ötemurat'a, Şermet'e, hemmesine Ökemlerden bersine rahmet. Xudayım şulardan ileride şuna yaxşı günler olur ki. Təbriklaymiz, ömrünüz uzaq olsun. Xudayım əndimizdə sağ yürgə, yaxşı günlərimizdə həmişə yanımızda yürgəysiniz. Ömrünüz uzaq olsun. Şu ülkələrin rəyətlərini görüb oturğaysınız. Rahmat, tilaklar ijobat bo'lsin. Musofir yurtda turib bizni kuzatib turgan Xolidbek ukam, assalomu alaykum. Bugungi tug'ilgan kuni bayramlar sizga ham muborak bo'lsin. Nomingizdan kelib, chiroyli qilib dil izhorlaringizni, sovg'alaringizni Ziyoda opama topshirib qo'ydim. Ana endi o'zingiz ham onangiz uchun tabriklar yo'llab qo'yasiz. Marhamat, sizni eshitamiz. Xolidbek, marhamat. Apa tebrik ederim. Tug'an kunlaringiz bilan Xudoyim bergan yashasham. Qizlaringizni, og'ayni tuyg'onlarni vaqti cho'liblar yo'lib ko'rmak nasib etsin. Shunaqa ulkan ko'rgan qonunlar bizga qo'shib bergan bo'lsin Xudoyim. Yüzlere kirgan, men yüzlere kirganda yanında turmaysiz Xudoyim. Ey yashang.
Sizi yaxshi ko'raman apa. To'g'ri opa o'zi shu jiyani sizga o'xshaydi ekan. Tursunboy akama o'xshaydi ekan bu. Xoldibek menimcha. Ziyod opa, balans bilan bir gaplashib qo'yasiz. Xudo xolasa yaxshi kunlarda kelib diydorlashish nasib qilsin. Tug'an kuningiz bilan tabriklayman. Baxtingizga sog' bo'ling. Yana tug'an kuningiz bilan tabriklayman. Baxtingiz bo'lsin, yuzdan sog' kiring. Xush bo'ling Ziyod opa. Ana endi eng birinchi qo'shiq Gulchira opamning talablariga binoan Xudo xolasa Xoldibek, Sanjarbek ukamlar taxolar minsin degan taxoga o'ynab beramiz. Siz Robiya opa marhamat, sizdan tabrik so'z eshitamiz. Ziyoda tug'ilgan kuning bilan tabriklayman. Xudoyim Allohning bergan yoshini yashab, shu bolalarning oldida sog' salomat yuravergaysan. Xudoyim shu bolalarning ham baxti yetmag'ay, davlati qaytmag'ay. Xudoyim topqanlari yaxshi kunlarni buyursin. Baxtli bo'lsinlar, qo'shqanlari bilan qo'sha qarisin, shu uli qizlardan aqliq, cho'g'liq, yovliqlar ko'rib o'tirmak nasib etgay. Hammanam shunday kunlarga yetiraversin. Rahmat, Robiya opa, siz ham umringiz uzoq bo'lsin. Ziyod opamning xonadoniga nevara kelinlar kelganda allalar aytish, yorarlar aytish nasib qilsin. Tashqariga Opam chaqir. Xudolar uchun zo'rindan bir lezgi. Qani xudolar. Qani shunga ko'mak qilmang jo'g'i turib. Qani xudolar uchun, qani xudolar davramizga.
Ammamlar uchun addinli qo'shiq qo'yib bering. Ammamlarning hammasini yaxshi ko'raman. Shu Gulchira ammamni boshqacha yaxshi ko'raman. Gulchira ammam uchun zo'rindan qo'yib bering degan SMSlar kelib turibdi. Gulchira opa siz uchun Xolibek jiyanining nomidan Lizerda
farzandlari uchun musofir yurtda yurgan ukasi Sanjarni namunlari uncha bo'ladi ekan. Qani kelinlardan taklif etamiz. Musofir yurtdan bir SMS keldi. Siz tabriklab turgan onani men 3-o'g'liman. Ismim Mahkam deb. Meni nomimdan ham tabriklab qo'ying. Onajonim uchun onam o'ynang to'yimda shulasini qo'yib bering degan. Mahkambekning nomidan iltimosnoma SMS. Mahkambekning nomidan. Ziyoda opam 3-o'g'li bor ekanligini bilmabman. Mahkambek o'g'lingiz nomidan. Chiroyli qo'shingiz uchun. Siz fakat oynab verin toyumda. Hey dasta gül teray, hammasın sizge beray. Siz fakat oynab verin toyumda. Mahkambekning nomidan. Onajon oynang bugün toyumda. Hammasın sizge beray. Siz fakat oynab verin toyumda. Hey dasta gül teray, hammasın sizge beray. Siz fakat oynab verin toyumda. Xudo bolangiz Anvarbekni, Anobekni nomidan ham tabriklaymiz. Eng yaxshi tilaklarni ular ham yo'llab turibdi. Anvar akaning nomidan bir so'rindan digi-digi. Qani
Davramizga kuyovonlardan taklif etamiz. O'tamurat aka, keling davramizga. Gulchira Famikongiz uchun bir zo'rindan qo'shiq. O'tamurat akam ishdan kelib, yoqa qarab, Gulchira Fam ko'zine ko'rinmasa, Gulchira nerdasan? Menga bir boq deydi ekan. Ular uchun bir boq. Qani o'ynab berasiz? Qani Gulchira Fam? Davramizga. Qani bir o'ynab bering. Qani O'tamurat aka, makkala. Ajabli turib, qani o'ynaymiz qolishma. Gulchira opa o'zingiz o'ynayvermay, O'tamurat aka men bir raqs sirlarini yuratsangiz bo'ladi, axir. O'tamurat aka marhamat, tabrik so'z eshitamiz. Assalomu alaykum, davra qatnashchilari. Kecha tabriklaymiz. Va menga yashab yaxshi kunlarda uchrashmoq nasib etaversin. Sirtdagi safardagi bolalarimiz shu Amazon taqoqda shunday yaxshi kunlar to'g'langulik to'ylarga buyursin. Sog' salomat kelsinlar. Tabriklaymiz, shu elimizda so'yverib. Ammo kecha xonasi yaxshi kunlar to'ylarga kerak. Xudo xolasa qiz uzating, o'g'il uylantiring, qaynota, Gulchira Fam qaynona maqomiga ega bo'lib birga qo'sha qarish nasib qilsin. Shunday yaxshi kunlaringizda men ham borib sizlarni tabriklash nasib qilsin. O'tamurat akam ishlari zo'r bo'lsin, Xudo xolasa Gulchira Famni tug'ilgan kunlarga surpriz etib elektromobillar sovg'a qilsin Alloh. Shu o'rinda Ziyoda opa, siz ukalaringiz musofir yurtda yurgan O'mirbekni, Hamidni, Jamshidni nomidan ham tabriklaymiz. Ular ham eng yaxshi tilaklarini yo'llamoqda. Shu xonadonda mudom yaxshi kunlar, to'ylar, bazmlar bo'lsin. Musofir yurtda yurgan ukalarim Xoldibek, Sanjarbek sog'-omon to'lib toshib kelib, yaxshi imoratlar, chiroyli to'ylar qilganlaringizda kelib, aziz mehmoningiz bo'lib tabriklash nasib qilsin. Oldingizda Ziyoda opam sog'-omon bo'lib, boshingizdagi tojingiz, duogo'yingiz bo'lish nasib qilsin. Shu xonadonda mudom yaxshi kunlar bo'lib, Ziyoda opam o'g'illarni omadini berib, Allohim jentira Maliyo bilan minib, yaxshi kunlarda, to'ylarda ularni tabriklab kelish menga nasib qilsin. Bugungi kechamizning ona qirolichasi Ziyoda opam uchun bir qarsanglar bo'lsin. Musofir yurtda turib bizni kuzatayotgan Sanjarbekdan tabrik so'z eshitamiz. Sanjarbek, assalomu alaykum. Tabriklaymiz, bugungi bayram sizga ham muborak bo'lsin. Marhamat, tabriklab qo'yasiz onajoningizni. Rahmat. Eshitamiz. Tabriklayman opa. Yuzlarga kiring. Vaqtimizga so'yurgaysiz. Aytaver keyin.
To'rtga bir yo'qmi? Rahmat tilaklar uchun. Sanjarbiy ukam sog'-omon to'lib toshib keling. Yaxshi kunlaringizda, to'ylaringizda sizni kelib tabriklash nasib qilsin. Shu baxtli onlarni tarixga muhrlab, onamizni qo'llariga gullarni berib esdalik suratlarga tushamiz. Bugungi fayzli oqshomda, unutilmas onlaringizda hammaga mehr, muhabbat ulashuvchi tug'ilgan kuni bazmlarini eng zo'r, eng chiroyli qilib o'tkazib, tarixlarga muhrlab beruvchi Beruniy tumanida tashkil topgan Beruniy Gulshani jamoasi vakilasi YouTube kanali suxandoni Shoiraxonim Sultanova xizmatlaringizda bo'ldim. Bugungi tabrik loyiha uchun, tabrik loyihalarini chindan Beruniy Gulshanni tanlagan Gulchehra opam, tanlov uchun katta rahmat. Barcha qarindosh urug'laringizda bo'ladigan tug'ilgan kunda faqat Beruniy Gulshanni tanlagansiz. Xudo xolasa shu O'tamurod akami bir omadi kelib, elektromobillar minganda o'zim borib sizni tabriklash nasib qilsin. Onam kasalman demang, bolam kasalman demang, holi yomonman demang, ado bo'laman. Jonu jahonim mening, gulu rayhonim mening, so'lib boryapman demang, tamom bo'laman. Ko'zlarimning nurisiz, siz qalbimning durisiz, olam aro mehrida onalar mashhurisiz. Siz bor hayot boshqacha, bunday yashash boshqacha. Siz duolar qilsangiz omad kular boshqacha. Onam kasalman demang, bolam kasalman demang, holi yomonman demang, ado bo'laman. Jonu jahonim mening, gulu rayhonim mening, so'lib boryapman demang, tamom bo'laman. Ko'zlarimning nurisiz, siz qalbimning durisiz, olam aro mehrida onalar mashhurisiz. Siz bor hayot boshqacha, bunday yashash boshqacha. Siz duolar qilsangiz omad kular boshqacha. Onam kasalman demang, bolam kasalman demang, holi yomonman demang, ado bo'laman. Jonu jahonim mening, gulu rayhonim mening, so'lib boryapman demang, tamom bo'laman.
kasalman demang, bolam kasalman demang.